Assalomu alaykum. Hamza Uz kanali obunachilari. Bizni obunachilarimizga 7 dona qo'y chiqib qoldi. Dehqon akalarimizga, qurroqlikqa qo'y oqtarib yurgan akalarimizga jo'natib bersalar, sotiladi. Narxlarini hamma yo'g'ini aytib o'tamiz. Yerda faqat bittadan like tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchalar yoqib qo'ysalar, SMS bo'lib yetib boradi. Qani bo'lmasam videoroliklarimizni boshladik. Oldindan xato kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz. Mana 2 dona qo'chqanlarimiz. Mana ko'rishlari mumkin. Qurroqlikqa qassob akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Narxlarini aytamiz. Narxlari 18 million so'm narx etilyapti ikkoviga. Xayri bor, ozginadan. Telefon qilib so'raveradi. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Mana qo'chqanlar. Ikkovi ham vafshi zo'r. Kilalari 90 bilan 100 kilo atrofida. Vafshi zo'r. Tezda aloqaga chiqinglar, qo'y oqtarib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar videolarimizni mana. Qo'ylar nima deyapti bular? Mana 18 million narx etdi. Xayri bor akalar. Savdo sunnat akalar. Bemalol telefon qilib talashib tortishib olaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani, Hamza shaharchasi Og'aychida turibdi. Mana telefon nomerlarini yozib ketamiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun ehtiyot qiling, yaqinlar uchun. Salomat bo'ling, ko'rishamiz. Ashakka qo'yimiz sotiladi.